Milliy tiklanishning bugungi fraksiya yig'ilishida haydovchilar kutayotgan muhim qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda muhokama qilindi. Loyihaga ko'ra avtomobil tezligi oshirilganda chegirib tashlanadigan 5 km/soat 10 km/soatga oshirilishi nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, qonun loyihasida radar va spidometrlardagi xatoliklardan kelib chiqib, jarima yozilmaydigan tezlik chegirmasi 10 km/soat bo'lishi nazarda tutilmoqda. Mavjud amaliyotga ko'ra bu cheklov hozirda 5 km/soatni tashkil etadi. Loyihani qaysidir deputat ma'qullagan bo'lsa, yana biri qarshi ovoz berganining guvohi bo'ldik. Muhokama yuzasidan deputatlarga yuzlanamiz. Qonun loyihasi bo'yicha jiddiy fraksiyada bahs munozara bo'ldi, o'zlaringiz guvoh bo'ldingiz. Ayrimlar uni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, ayrimlar uni qo'llab-quvvatlamadi, e'tirozlarni bildirdi. Umuman butun fraksiyani hisobiga oladigan bo'lsak, bu qonunni biz qo'llab-quvvatladik va yalpi majlisga olib chiqishni biz ma'qullab berdik. Qonun loyihasiga bir tomonlama yondashilgan, faqatgina haydovchilarni nuqtai nazardan, ya'ni haydovchilarga yengillik olib keladigan qonun loyihasi. Lekin biz bilamizki, O'zbekistonda 10 millionta odam haydovchilik guvohnomasiga ega, ya'ni haydovchi bo'ladigan bo'lsa, yana 27 milliondan ortiq odam bu piyoda hisoblanadi. Tezlikda aytaylik 60 bo'ladigan bo'lsa, mana shuni 65 ga oshiradigan bo'lsa ham 5 km/soat ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Buning natijasida ko'proq insonga talafot yetadi yoki bo'lmasa jabrlanish ko'proq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bu qonun loyihasiga qarshi chiqdim. Avvalosi bu qonundagi beriladigan norma bu texnik sababli ishlab chiqilgan norma bo'lib hisoblanadi. Bu hech qanaqangi ko'chada 60 kilometrda yurish belgilangan joyda 70 kilometr yurishga vakolat bermaydi bu narsa. Avvalosi bugungi kundagi ishlab chiqarilgan transport vositalarini texnik xususiyatdan kelib chiqqan holatda. Biz hozir ma'ruzamizda ham belgilab o'tdik, bu narsani alohida ko'rsatdik. Hech bir O'zbekistonda bir transport vositasi boshqaruvchisi yo'qki, mashinasini olib chiqqandan keyin, oddiy GM mashinasini deb qaraydigan bo'lsak, uni olib chiqqandan keyin albatta ballonni almashtiradi. Ballon almashtirgandan keyin yumshoqroq ballon qo'yishni xohlaydi, kattaroq ballon qo'yishni xohlaydi. Bu xohlamasa mashinaning texnik parametrlarini boshqarishidagi tezlik ko'rsatkichlarida o'zgarishni ko'rsatadi. Shuning uchun ham hozirda biza keng jamoatchilikning fikrini inobatga olgan holda mana shu aynan transport vositalaridagi texnik xususiyatdan kelib chiqqan holda mana shu 5 emas, endilikda 10 deb belgilashni taklif etdik. Bu umuman shahar ichida 60 belgilangan tezlikda 70 ta yoki bo'lsa undan yuqori tezlikda harakatlanish to'g'risidagi qonun emas. Bu faqat texnik xususiyatdagi qonun.